Atama жардам берип коюңуздар. Атам Индияга барыш керек. Акча каражаты жетпей жатат. Биз муктажбыз. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli bo'rdosh qirg'iz elim. Allohning bergan sunosi bilan shunday o'rular men çalışıp o'tiramiz. Allohga qayerki qarabay yordam berishingizni ayabay kutib turaman. Hurmatli bir tuğanlarım, yardımınızlarga muhtajman. Bu urush bilan 2 yil bo'ldi o'rib turaman. Kelinchagimda og'riydi. O'katangiz invalid biz. Yurakdan operatsiya jasadi. Ondan keyin men shunday o'rug'ga men chalg'ib qolib, bo'g'im bilan alikka shu o'rib turaman. Hurmatli elim, yordamingizlarni ko'rsatingizlar ayabay. 4 balaning otasiman. 3 bala bir kız. Çoğum 5-6 klasda okuyatat. İşte jarabay yaş balдар. İşte jarabay turabız. Haydiger qarabay yordam berishingizga muhtojmiz. 1 yil oldin o'zimizda Qirg'izistonda operatsiya jasad. Operatsiya tuberkulozning сомнениями bo'lganmiz. Şunun aynan içinde su tolup, hayra su tolup, qiynayotadi. 1 ay murda 15 litre su aldık içine. Hayra uşup toluyotadi. Lichenyasini bizde yok deydi. Indiyaga barib lichenya qilish kerak bo'ladi. Indiyaga borganda xarajatimiz jetpey turadi. Xarajat jag'i 250 ming so'm aqchayga kerak bo'lib turadi. Qo'ldan kelsa shunday qayerga qarab yordam berib qo'ysanglar, Allohning roziligi uchun sizlardan so'raymiz. Assalomu alaykum qirg'iz elim. Atama жардам берип коюңуздар. Атам Индияга барыш керек. Акча каражаты жетпей жатат. Жардам беришиңиздерди суранам. Биз муктажбыз.